biz bilan. Valyuton Grand Media xush kelibsizlar. Sizlarni xush ko'rdik. Chaqalak u. Bugun Maftun teatri yana bir spektakl qo'yish arafasida turibmiz. Ota spektakllarni qo'shib, bel bog'ladik. Teatr davomida bo'lsa, qo'shiqlarni Maftun teatri hali ko'p spektakllardan umid oladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Grand Media, siz yaratgan tarix biz bilan. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for fitness. I'ma show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,
Bazar va Zuhra Po'latovnaga so'zni beramiz. Guldiroz qarsaklar bilan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, muxlisjonlar. Men birinchidan sizlarga tashakkurlar bildirmoqchiman. Qarang, shunaqa havoga, qorlarga qaramasdan, vaqtni ayamasdan bizni Maftun teatrimizga tashrif buyurdinglar. Kattakon rahmat sizlarga. Mana bugun bizni yana bir premyeramiz bo'lyapti. Bilasizlar, bizni tumanda tarixda birinchi marta Maftun teatri tashkil qilindi. Maftun teatrimiz asoschisi, tashkilotchisi Rahmatullayeva Maftuna Akbar qizlari bo'ladi. Olqishlar bo'lsin bizni Maftunaga. Bizni teatrimizda asosan mana o'zimizni mutaxassislar faoliyat ko'rsatadi. Masalan, bizni xoreograflarimiz ham, rejissyorlarimiz ham, sozandalar ham hammasi mana shu teatrda. Kerak bo'lsa, o'sha haqiqiy artistlar, haqiqiy aktyorlarimizni chiqardik, o'zimizdan chiqdi, qarang. Men sizlarga faqat yaxshi kayfiyat tilayman. Mana bizni hozirgi sahna ko'rinishida aktyorlarimizga faqat bitta tabassum kerak sizlardan. Tabassum dunyoni ko'taradi deyshadi, to'g'rimi? Sizlar bu olqishlar bilan kutib olsanglar, xursand bo'lamiz. Olqishlar bo'lsin Maftun teatriga. Maftun teatri asoschisi va badiiy rahbari Qo'ychurchiq tumani hokimi o'rinbosari Ahmedov Vohidxon Musaxonovich. Guldiroz qarsaklaringiz azizlar. Hayot qiziq spektaklimiz g'oya mualliflari va rejissyorlari Maftuna Rahmatullayeva, Oygul Azimova, ovoz rejissyori Sanjar Zokirov, dekorator hamda sahna bezaklari bo'yicha mutaxassis Nasiba Abdulazizova. Bugungi spektaklimizni yaqindan namoyish etishga ko'makdosh bo'lgan Qo'ychurchiq tumani hokimligiga, ma'naviyat bo'limiga, tibbiyot birlashmasiga, Xalq banki Qo'ychurchiq tuman filialiga, mahalla uyushmasiga va albatta alohida minnatdorchiligimiz O'jakent mahalla fuqarolar yig'ini raisiga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz tomoshabinlar, aziz mehmonlar, iltimos spektakl davomida uyali aloqa vositalaringizni o'chirib, tartib saqlagan holda yosh ijodkorlarimizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Etika, estetika qoidalariga albatta rioya qilgan holda madaniy va albatta ma'naviy hordiq tilaymiz. Marhamat, miriqib dam oling. ishlarimni o'zi sekin qilaveraman. Voy, uylarni yig'ishtirsam, idishlarni yuvsam, kirlar yuvsam. Hali obed ovqat qilishim kerak. Nima ovqat qilsam ekan bugun? Voy, dadasidan so'raman. Hay dadasi? Hay dadasi-yu? Hay keling, tezroq choyimizni ichib olaylik. Ha, kela qol. Yaxshi dam oldim dadajon.
ishonsa, mana qarang dadasi. Ertalabdan o'zim sizga borsillatib mana issiq tandir nonlar yaptim. Qani, oling. Mana qaymoqlar bilan oling. Mana keliniz choy tayyorlab ketdi. Tez choyimizni ichib olaylik-da, ishimizni qilaylik shu bilan. Menga qara, men choyingni bor-ku, o'zing ichaver. Men choyxonaga ketdim. Voy. Voy, tavba qildim. Dadasi? Ha? Ha, yana bu beqasam to'nlarni kiyib olib, yana choyxonaga ketyapsizmi? Nima, bormaymi? Senga bir narsani aytib ham bo'lmaydi. Dadasi? Ha? Qani, bu choyxonaga boraverar ekansizda, a? Hey, menga qara. Sen o'zingga. Menga qara. Topgan pesangiz hammasi yo'qqa ketyapti. Basharangga nima qildi? Nima qildi? Ha? Mana qara. Nima qildi? Hey, sen o'zingga qara. Chiroyliroq qo'yib yursang bo'lmaydimi? Ha? O'smalar qo'yib, bir chiroyli bo'lib. Mana, voy, non yapganda kuya ketgan shunchami? Menga qarang, sizchi gapni burmang. Tushundingizmi? O'rtoqlarsiz qiladigan boshqa ish yo'q ekan o'zi. Yana go'ngli hidi kelyapsan. Dadasi? Dadasi? Xafa bo'ladi-yu demaysiz-a? Ha, dadasi? Ammo uni dili og'riydi-yu demaysiz-a? Ha, go'ngli hidi keladi-da, molni hidi keladi-da. Tagini ish ko'rmabdi, tozalab chiqqandan keyin. O'zi tagga kirmaganiga men kiraman-da. Shuncha ish kim qiladi? Ha? Kim idish yuvadi, kim ishlarni yuvadi, kirlarni kim yuvadi, kimga kim qaraydi? Birov chaqiryapti, shang'illama. Love is all that you've given me. Chaporaga uydamisiz? Va, alaykum assalom. Chiroyli bo'lib ketibsizmi? I come to depend on you. Rosa yarashibdi. I gave you all the love I had. Choyxonaga ketadingiz. Yo'q, choy ichishga keldik. Yo'q. Choyxonaga ketadigan choy ichishga balaman. Voy, mandanam qizg'onasanmi? Voy, qayerda bo'lmagan gaplar gapirasang, kel, seni qizg'anaman. Voy, ko'zlaring yonib ketdi-yu, qutbi. Mashdek ochilib ketdi-ku. Rash qilganingda-chi. Voy, etlaring jimir bo'lib ketdi-ku. Shunda yurakda his qildim. Ha? Yurakda his qilgan bo'lsang, ja yaxshi-da. Hay, kelguningcha nechtasin ko'zlar yondirib kelgansan-da shular kiyinib olib. Hay, keyin erim yuradi sen. Janoni deb. Voy, tavba. Voy, bu точно qizg'anyapti. Voy. Ha, ismim Janona bo'lgandan keyin yaxshi qiz demaydi-ku. To'g'rimi? Voy, Janona o'lib qo'ya qolay. Hali yaxshi qiz deyishib o'tiribsan. Voy, bu rostdan qizg'anyapti, mayli. Voy, o'tgan shundoq alanga chiqarmay. Qutbi. Yaxshi yuribsanmi? Bo'pti. Sog'liqlaring yaxshimi? Uni buni qo'y. Ma, o'zingni bosib olganda, ma bir piyola choy ich. Shunday edi-da. O'zingdan gapir. O'zing omonmisan, yaxshi yuribsanmi? Bolalaring, ering yaxshimi? Ma. Hay. Ha, er bo'lmay, har narsa bu. Er bo'lmay o'zi. Shu ham er bo'ptimi? Voy, nima deydi degin? Voy, nima deydi degin? Nima deydi? Xotin. Xotinjon. Dushanbaga bitta ko'ylak. Seshanbaga bitta ko'ylak. Chorshanbaga bitta ko'ylak. Voy, bir haftada 7 ta ko'ylak deydi. Aytibmi? Voy, bunday go'zallikka 7 ta ko'ylak. Arzimdimi? To'g'rimi? Voy, arzimanda qutbi. Keyin bilasanmi? Nima dedi? Bugun 3-marta. Voy, 6-marta tug'ilgan kunim. Mana shu haqda gaplashib o'tirib hozir keldik. Qutbi. Dadasi, tug'ilgan
degan? Voy, nima deding? Voy, nima dedim degan? Voy, nima deding? Ajrashaman. Ko'ylak olib bermasingizchi? Ketaman dedim, ha? Ana ket-kura. Men unaqa eringni qiynayverasan, a? Ko'zlarim ochdi, ochilib qo'rqib ketdi-yu. Kim ham shunaqa ko'hlikkina? Ko'zlari yonib turadi. Erta tongdan er uchun yasam-pisam qiladigan. Voy, mashtaqa pirpiray chiroyli ko'ylaklarni kiyib oladigan. Voy, xotinini ketkizgisi keladi. Voy, alam qilib ketdi-ku, alam qilib ketdi. Alam qilsin dedim-da, sanikiga chiqib ol. Menga qara. O'zichi shu eringni aytganimda jon bor-da. Men senichi bitta ko'ylakni ikkinchi marta kiyganingni umr ko'rmaganman. Voy, to'g'ri, shunaqa insofsizlik bo'ladimi? Ha, eringni kafangadoq qilasan, bunaqada. Menga qara. Men bir yoqda eshitib qoldim. Shu ko'p ko'ylak kiyganing hamchi moli bor ekan. Har bir kiygan kiyiming hamchi u dunyoda javob berar ekansan. Voy, tavba. Voy, Xudo ko'rsatmasin. Do'zaxga bu qolmagin. Voy, bilancha ko'ylakka javob ber. Voy, tavba qildim, ha? Voy, muncha niyating sog'-u. Ha, bor gapda. Bu erim bilan kelishib olganmisan, nima balo? Har xil gapni gapirasan. Ha, nima qilay, Qutbi? Voy, mana bergim keladi. Garderobim to'la ko'ylak, shkafim to'la ko'ylak, lekinchi Qutbi. Voy, mani rasmerimdan biror bir qarindoshim yo'q. Voy, mani rasmerimdan bir qo'ni qo'shnim yo'q. Mana, senga bersam, 10-15 tasini olib chiqsan. U yog'idan, bu yog'idan kesib o'zingga moslab ko'ylak qilib olasanmi? Ha, ikkalamiz turishimizni qara, sig'adimi? Voy, gul bilan pakana bo'lib turibmiz, Qutbi. Janona, axiyondan qizi gapirasan. Voy, kiyaman desamchi Janona. O'zimni erim, ana o'g'lim mengacha qatorlashtirib tashlaydi. Har kimga o'zim uylamayman-da. O'z ertalabdan kechgacha uyda bo'lsam, birov meni kelin qilarmidi? Qo'y, menichi senga o'xshab oilaga qarab o'tirishga umuman vaqtim yo'q. Ana shunday qishini, birinchi qilishni bilmay o'tiribman. Ana shundaylar. Voy, gapga yur desam bormaysan. To'yga yur desam bormaysan. Yur bozorga chiqib kelamiz desam bormaysan. Voy, kim aytadi seni yangi kelin olgandin? Haligacha qo'lingda soching supurga Qutbi. Voy, o'rtoqjon, shu kunlarni ko'rasan deb o'ylamadim. O'g'lim bor deb kerilib yurardi. Ha, o'g'ling oborlar kerilmasa ham bo'ladi. Ey, Qutbi. Senchi hali kel olmagansan, bilmaysan. Kel olsang ana shunda meni holimga tushsan. U ham birovni farzandi. U ham menga bilqab onasi menga uzatgan bo'lsa, yana eri yonida bo'lmasa, shu ko'nglim o'ksmas deb shu hamma ishni o'zim qilib qo'yaman-da. Qaytaman endi. Ha, mayli. Qutbi. Nimaga chiqarmam esimdan chiqib ketdi? Ha, shunaqasanda. Erim bir sutli ovqat qilgin, yog'li ovqat deb jonimga tegdi degdi. Bu suting bormi? To'g'ri. Sutim yo'q. Lekin sut bor. Hadi. Ana shunday. Sizga chiqqan xotinni ellik og'iz gap bor deb, shu o'tirsak ikkalamiz shomgacha gaplashamiz. Mayli, men boray. Menga qara. Surgurish qilaman. Qo'limni o'ynataman. Romantika solaman. Mehr solaman. Muhabbat solaman. Sariylarning ustiga suykab ikkalamiz yeymiz. Hey! Ship. Vaqtim bo'lsa chiqaman. Bir qillatib oqchi zirvaga soq qo'ysam, ana unaga qolgan ishlar bo'laveraman. Voy, shunaqa bir tushinganda, voy, bismillah. Negadir belim og'riydigan bo'lib qoldi menga. Qarayapman shekilli. O'ylagan sari jahlim chiqibdi. Nima
Menda molni hidi kelyapti. Ay keladida. O'zi kirmagandan keyin 3-4 marab sigaretagilarni tozalab chiqqandan keyin keladida. Molni hidi kelmasa katta xolamni hidi kelsinmi? O'zi choyxonada bo'shib. Yana nega shunaqa gaplarni aytib men dilimni xitob qilishni biladi bu. Не благодарный. Ayol kishi shu ekanda. Ertalabdan kechgacha hamma ish qilsa, hech kim senga rahmat demas ekan. Meni shu mehnat katta qildik. Kelib bo'lib tushganimda ham qo'lim ko'soq, sochim supurgi bo'libchi. Ertalabdan kechgacha tinmasdan ish qiladi. Kelib bo'lib tushgan joyim rosa katta bo'ldi. Naq 14 chog'li odamgacha kuniga 2 mahaldan issiq ovqat pishiradi. Ularning kir-chirlari-yu har birining ko'ngliga qarashni o'zi bo'lmasin. Mening yetim bolalarim tug'ildi. Ishlari ustiga yana ishlab qo'shdi. Yolg'izgina farzandim peshonamda qoldi. Qolgan farzandlarim bilan judo bo'lganimda alamimni shu mehnatdan oldim-ku. O'zimni shu ish bilan chalg'itdim. Shuncha qilgan mehnatlarimga bir og'izgina rahmat xotirim demasdan qiyoqdagi bu mag'ir gaplar bilan molni hidi kerak deb meni dilimni og'ritishni biladi. Men ham ayol kishiman. Men ham ayolman-ku. Ko'rmagan bo'laman. Lekin mening ham dilim og'riydi. Hozirchi birovga mayatini sal tozalab ber desa, ey, 1 soatiga falon deb o'zi narxini qo'yadi. Men tayyor tekin xizmatchiman-ku. Hamma ishlarni qilib o'tirsam, shunda ham yoqmaydi. Ey, shu qilgan ishlarimgachi butun pensiyasini menga bersam qutulmaydi. Oynaga qaramish. Oynaga qarashga vaqtim bo'lsa qarayman. Vaqtim bo'lsa qarayman. Lekin men oynaga bir qaramay. Voy, men oynaga bir qaramay. Men oynaga qarab, o'zim kiyinib, haligamda chiroyli bo'lib kiymasam bormi? Mahallaning ichi butun xotinlarning ortimda qolib ketadi. Ana nima edi? Janona kim? Janona Abduhayt. Ishonasizlar? Mana hozir meni kimligim bilmay hozir ko'rsataman. Uyda hech kim yo'q. Hozir ko'rsataman. Kayfiyatim bugün oldu. Kayfiyatim nerim o'ldirdi. Qaramay qo'ydim o'zimga. Bo'layin men ham janona. Atlas ko'ylagim kiyib olay. Chiroyligina bo'lib olay. Oynaga qarab o'tirsam, ishlarim kim qilib berar?
choy olib kelaman oyijon. Voy Xudoyim. Oyijon yaxshi o'tiribsizmi? Charchamadingizmi? Ha, men charchamayman bilasan-ku. Choy iching oyijon. Ha, shu yoqqa qo'y yoqqa. Xudoyim a. Oyijon, nega unaqa kayfiyatingiz yo'q bugun, ha? Ey, Nima bo'ldi? dadangda. Nuqul meni kayfiyatim buzgan, kayfiyatim buzgan. Tavba qildim. 60 ga kirib qarib qo'yilmagan chol dedi. Nimamush? Oynaga qarab yurmaysan deb ko'zimni ochirmaydi. Tavba qildim, shunaqa ham bo'ladimi, a? Oyijon keling. Sizni imijingiz o'zgartiraylik oyijon. Qo'y. Yo'q demang oyijon. Qo'y. Oyijon, tasavvur qiling. Oyijon. Adajon turibdi. Sizni ko'rib Adajon og'zi loy bo'lib qoldi. Sekin yana. Adajon, stop. Qizim, haqqaganni aytma, quyab boradi-ya. Oyijon. Keling sizni o'zgartirmasak bo'lmaydi. Voy, yana o'sha gap, qizim qo'y-a. Undan ko'ra oshga qarash. Hozirdan kelib qoladi. Qo'y. Qo'y, nimaga gaplarni qo'y. Keling, qo'ying shuni oyijon, keling. Shuncha ishimiz ko'p paytda nima qilib qo'yishgan? Qo'y, qizim. Oyijon. Tavba qildim. Ha shuncha ish kutib turgan bo'lsa, hali kir yuvishim kerak. Hadidan kechagi choponlarni yuvishim kerak. Nima deydi endi, a? Oyijon, birinchi bo'lib sochingizni kesamiz. Oyijon, doim shunaqa qilasiz-a? Bir o'zgarsangiz o'zgaribsiz-da oyijon. Seni o'zgarganing yetadi menga. Oyijon, o'zi sizdan ruxsat so'ragani keluvdim, vohliroq. Haligi ishxonamizda qizlar hammasi 5 kunlik malaka oshirish kursiga ketyapti oyijon. Borsam maylimi oyijon? Yo'q demang oyijon. O'g'lingizdan so'rasam, o'g'lingiz oyijondan so'ra, oyijon nima desalar shu dedi. Siz ruxsat berasiz oyijon? Ha endi o'g'lim ruxsat berib tursa men nima deyman endi? O'zim oyijonim. Oyijon, menga qara. Yo'lda qaytasan. Borib kelish uzoq bo'lsa, qatnashing nima bo'ladi? uni ham o'ylab qo'yganman. Onamlarga qatnayman. Ko'rmaganimga ham ancha bo'ldi oyijon. Rosa yaxshi o'ylabsan. Menga qara, shu borib kelishingda o'ylanmasdan o'tiraman. Unda bir tez kiyimlarni yig'ishtirda, Rahmat oyijon, qanday kiyimlar? voy chaqqa keldim borda. Hammani tayyorlab qo'yaptilar. Menga qara, Oyijon, yaxshi. Menga qara, odamlarga yotadigan bo'lib keladi. Yaxshi qilib, yaxshi allam hal bo'ptimi? Choldan darak yo'q. Nima qala bu? Choyxonasida qolib ketib uxlab qoladimi bu? Alo? Dadasi? Ha nima yotib qolish niyatingiz bormi? Ha keling endi bundoq, a? Voy. Voy dadasi, ha yurtlarni kim tozalab beradi? Ha bilasizmi men tushga qo'rqaman yerto'laga. Keling tezroq. Hamma ishni menga tashlavermasdan keling. Hech bo'lmasa yurtlarni tozalab bering. Ha, kela qoling tezroq. Tavba qildim. Hamma ish menga bo'lsa-da, hozir kelganda shunaqangi
choyxonasiga borishga bormaydigan bo'lib qolsin. Choyxonasi ham qachon qarasa va qutba qani yerto'lani tozalamiz bir pata tozalab tashlayman men yomon odamman men hozir yerto'lamiz
aytdim. Va boya aytganimda ishonmading. Va yosharib qolaman dedim. Va sen meni jinniga chiqarding. Ha, yoki yosharib ketganimga alaming kelyaptimi? Raqsdanmas, bu yoqqa kel. Sensiraman. To'xta shayton. Meni qo'rqitolmaysan. Tushundingmi? Meni qo'rqitolmaysan. Meni qo'rqitish uchun boshqa laqma xotin topadi, maylimi? Meni qutbini sotdinglar, ha? Men sotadirman, lekin sen o'ylagancha laqma emasman. Tushundingmi? Laqma emasman. Yo'q, men eringman. Qanaqa shayton? Qutbi? Erimmisan? Qani unda ayt. Qani men ismim bilan aytib chaqirchi. Menchi erimni ovozini qirq chaqirimdan yoqdan aytaman. Xo'p. Qutbi. Raqsdanmas. Alamay. O'xshadimi? O'xshayapti. Ana. To'xta. Bunda aytchi qani. Qarag'alar uchsa qaysi tomonga qaraymiz? Qarg'alarmi? Qaysi tomonga qaraymiz? Qarg'alar uchsa qaraylik. Marg'ilonning yo'liga. Marg'ilonning yo'liga. Hidi kelsa mas bo'laylik. Hidi kelsa mas bo'laylik. Qutbini solib uyga. Voy, buni majinniga boshqa jinlikda bormadingizmi? Bu jinnilik emas xotin. Endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Nima deysan? Voy, dadam sharmanda bo'ldik-ku. Voy, xudolardan sharmanda bo'ldim. Voy, yoshga yardiman deb. Endi nima bo'ladi? Menga qara, hech narsa bo'lmaysan. Hech narsa ham qilmaysan. Bolalarga ham tushuntirishni hojat yo'q. Va, anu 3-4 kun o'tib olsin, men senga anu yerto'ladan sehrli suvdan olib chiqaman. Ozgina qolgan. Senga ham ichirsam, yoshgina bo'lib yuraveramiz. O'chiring. Tushundingizmi? O'chiring. Hammasigacha siz aybdorsiz. Yashayapsan, oyimga qaramaysan deb meni o'zingizga sharmabsiz. Menga qara, yoshirib olishdi. Nimasi yomon, ha? Nimasi yomon? Voy, men o'lguligini nima qilaman? Men nima qilaman endi? Menga qara, nega sen tushunmaysan, ha? 3-4 kun o'tsin dedim. Seni ham yoshartirib olaman. O'zim ham yoshgina yuramiz. Meni tinch qo'ying. Undan ko'ra o'zingizni asliga qaytishni o'ylang. Kim yosharib olib asliga qaytishni xohlar ekan, ha? Bak, so'rachi kim? Hech kim qaytishni xohlamaydi. Menga qarab qutbi. Endi menga mana bu xastalik kerak yo'q. Buni 30-40 yildan keyin menga kerak yo'q qoladi. Hozircha bunga dam. Ana, hop. Ana qutbi. Qanday? Voy, chaqiryapti. Voy, bo'lmasa. Nega qarang? Agar mana shu yerda men jabborman deb qolsangiz bormi? Mana shu holingizda qurtamasiz, tushundingizmi? Voy, menga qara qutbi. Quritib yubor. Hozir qurit. Ana ko'chadagi yosh janonalar bilan, ha? Toy bola, muncha shirinsiz. Turishlaringizdan janona bez aylanib ketsin. Kim bo'ldi bu chiroq? Hey, qalaysan janona? Voy, haligacha bu Jabbor akani uzoq qarindoshi, tog'amizni o'g'li, ha? Haliga uzoq qishloqdan ketdi. Uzoq qishloqdan, uzoqdagi Jabbor akani tog'asining o'g'li. Mana janona ekanligini qaydan biladi, a? Haligacha to'y tuproqlarda ko'rgandir-da, ha? O'shanda haliga ko'sa
yaxshi bo'lib qolgan. To'ylarda ko'rgan, aylanib ketay to'ylar. Sen bu yigitga ayt. Janona beni yuragi og'ribdi degan. Meni sansiramasin, ey. Men buni o'rtog'i emasman. Xolifda. Yurak. Jon yurak. Xafa bo'lma. Bunaqa Jabbor akam uzoqdagi tog'alarni bolalari seni xafa qilishga arziydi. Sen mahallani eng chiroyli janonasisan. Xafa bo'lma. Xafa emasman. Janona, aylanib ketay sendan. Haligacha bunaqa chiroyli ko'ylak kiyganingdan keyinchi o'ziga o'xshab seni yosh deb o'ylaganda. Ha? Hay, to'g'rimi? To'g'ri, kennoyi to'g'ri. Shunaqa degin. Ha, voy. Voy, mayli. Bir. O'ylanmagan qo'chqorni go'shtidan mantiq qilib. Yog'lardan qizib. Jabbor akam ko'rinmaydilar. Jabbor akam bilan yeb olasizlar. Menga qara. Jabbor akangda nima ishing bor? Voy, dam olyapti. Dam olyapti ichkarida. Voy, bu meni yana sansiradimi? Ey, sen menga qara. Sen menga qara. Meni janona deb tushundingmi? Voy, men o'zim aytaman. Ha? O'ynashtirib qo'yaman. Ha, o'zim aytaman, tarbiyaviy sog'ib o'taman hozir. Shunday qilgin. Menga unaqa sansiramasdan gapir. Voy, janona. Uylarida ishing bor, a? Sen ham Xuddi oldin so'zlaganday qabul bo'ladi. Tamam. Ana, janona biz endi butun mahalla, butun do'stobod biladi endi. Ye, xotin. Qaraganimda sharmanda bo'ldim dadasi. Qara, to'g'ri aytasan. Endi eshak o'lur. Endi butun do'stobodga sharmanda bo'lamiz. Bilasanmi, uyini otdan bosib ketadi. Ana qo'shni janonang bor-ku, o'rtog'ing. Yo'q gaplarga ham qo'shib, chatib, o'zidan to'qib ham aytaveradi. Bilasanmi? Shu uchun menga qara. Meni kimdir so'rasa, kasal deydi. Kasal. 3-4 kun ko'rpa to'shak qilib yotib qoldi degan. Menga qara, iloj qilsam-ku. Ariqqa ketadigan bo'lib turibdi degan. Tushundingmi? Dadasi. Hamma shu 3-4 kunni qanday o'tkazamiz, a? Shunga hayron bo'lib turibman. Undan keyin sizni ayaqqa qanday jo'nataman? Menga qara. Mensiz hech narsa qila olmasligingni bilaman. Garang. Menga qara, men senga aytayapman-ku, ana u sehrli suvdan ichgan, sen ham yosharamiz dedim. Keyin bilasanmi, nima qilishimizni? Nima qilamiz? Sen butun umr pishmay xomligincha o'tasan, xotin. Ikkalamizni yoshar olsak, hayotni boshqatdan boshlaymiz, to'y qilamiz, xotin. To'y? To'y. Menga qara, o'zing aytarding-ku, atga to'yimiz 2 soat bo'lgan, miriqib, o'ynolmaganmandir deya. Menga qara, men yo'q. Sen kelin, chiroyli qalin qoshlaringga shundoq kelaman, shundoq yurib kelaman. Sen yo'q deb uyalib o'tirasan. Shundoq kelaman u nozikkina qo'llaringdan shundoq tutib. O'ltir. Romantikani ham beliga tepding. Shundoq kirib boramiz. Odamlar qarsak chaladi. Yavrucanım. Egil. Yana tug'aman keyin. Menga qara, mayli. Bu safar tug'maysan. Gapni qisqa shu, xotinjon. Bilasanmi, hozirgi zamonda nimadir-da, mashina oladi-yu, pulini berib oldindan keyin, Vukubga mashina olamiz. Nexia olamiz, xotin. Nexia'ni ham-chi, tilla qo'ng'izli rangida olamiz. Xotinjon, seni oldiga o'tirg'izib olaman, o'zim shundoq rulga o'tirg'izib, shundoq rullarga o'tirib,
Gaz qayerda bo'ladimi? Qip haydab ketib. Ey, seni bilasanmi? Samarqandlarga olib boraman xotin. Samarqandga, Buxoroga, Xivalarga boramiz ey. Ana chet elliklar kelib, shu joylarni ko'rib ketyapti. Biz shu turib ham shuni ko'rmas ekanmiz ey xotin. Ha, to'xta. Bildim nima deyishingni. Metanda yurmaymiz. Gazda yurmaymiz xotin. Hozir havolar ko'rib turibsan. Sovuq. Voy, benzinda yuramiz. Biz obro'mizga benzin to'g'ri keladi. Jon dadasi. Ol abi. Jon dadasi. Ol. Bizchi siz bilan ko'radiganimizni ko'rib, oshaydiganimizni oshab bo'lganmiz dadasi. Qo'ying endi shu gaplarni. Sizga qayta qo'ying dadasi. Menchi mana shu ko'rgan kunimga behisob shukronalar aytaman. Men shunaqangi roziman, shunaqangi taqdirimdan roziman dadasi. Taqdirimdan roziman. Menga qara, ezma kampir. O'lishga ham rozimisan? Chafaniga aytib qo'ying bolalarga telefon qilib. Menga qara, tentak, men senga aytyapman. Nima uchun shunday antiqa imkoniyat berilganda mana shu zahmatlaringni ko'rgan kechirganlaringni boshqadan chiroyli qilib, yaxshi hayot bilan boshlamaysan ha? Shuncha ko'rgan kechirganlaringga, zahmatlaringga arziydimi shu narsa? Hammasini boshdan boshlashga yuragim dov bermaydi dadasi. Yuragim dov bermaydi. Nuqul meni yalintirasan ha? Hey, qachon meni aytganimni qilding-a? Shu mahalgacha endi qilasan. Bor menga qara. Uni buni qo'y. Senga gapirgan foydasi ham yo'q, hech narsasi yo'q. Undan ko'ra bor, Suhrobjonning kiyimlaridan bosib chiq. Mos kelsa kiyib olaman. Qara buni kattaligini. Tavba qildim. Ha, nima qilasiz uni kiyib olib? Ha? Nima qilmoqchisiz uni kiyib olib kiyimlarni? Ko'chaga chiqasizmi? Ha, ko'chaga chiqaman. Yoshlar bilan futbol o'ynayman. Bilasanmi, hozir futbol sog'liq garovi, sport sog'liq garovi. Tushunyapsanmi? Gazonlarda mazza qilib, futbollarda o'ynayman. Ronaldo bo'laman, xotin. Voy dadasi, ko'rganlar nima deydi? Hemen onu uydan bir yoshgina kerak chiqib yurdi demayaptimi? O'zi 3 kunni qanday o'tkazdi bilmay o'tiribman. Nima degan odam bo'lamiz dadasi o'ylayapsizmi bunda? Voy. Bu kampir namicha ezmaya. Bor vaqtga urmasang, kimimni opchi? Bo'pti. Ko'p sesiravermang meni. Sen ham dadasini urma. Yoshgina odamni dadasini ishga olaman. Bo'ladimi qani shunisi qolgan ekan. Hozir ko'ramiz-da. To'xta. Uyat. Birga yashab ketib uyatishga bola bor. Tavba qilsam. Sig'mayapti-ku bu. Ortiga qaytib yo'qdan cholib chiqsanglar mayli dadasi. Tegishli ular gaplarida. Bitta qudam bor o'zi. O'zi qanaqa mendan qayoqqa tush bilmay yuribdi. Unga nima deyman? Voy, nima? Menga qanaqa deb borasan xotasan ha? Mana shularni yig'ishtirib qo'ysang bo'lmaydimi? Qalay yarashdimi? Yarashdimi, xotin? Dadasi. Voy, suqsurda yigit bo'psiz, qopsiz-u. Yo'q ey xotin, lekin bugun sen ham boshqachasan ha? Xotin? Ay dadasi. Qara. Xotin? O'zimni xotinimsan-ku. O'ylab ko'r lekin. Yana ko'chadagi yosh juvonlar ilib ketmasin ha? Kuchlarga to'ldi choling, ko'tarildi g'uborim, sehrli suvdan ichib yosharvoldi kucholing. Dilim siz tufayli shod, shirin izman siz farhod. Xumorman, yo'llar yuzga men zorman. Modni kiyinib choling, yosharvoldi kuyoring,
izlab boraman dema, qayda qoldi deb cholim. İzlab boraman dema, qayda qoldi deb cholim. Ana endi shundoq kiyinib, ko'chadagi yosh-yosh qizlarni bir o'rab kelay. Amay, aytgancha. Qani bitta duo qiling. Tog'amni xotini kelmaya. Mayli, faqat o'zim yosh bo'lib yuravering. Alloh akbar. Aytgancha. Men yo'g'imda sho'xlik qilib yurmang-a. Tog'amga Qizlarni ko'zini yondirib dedimi? Voy, men o'lib qo'ya qolay. Yana qizlarni o'rab, ersiz qolib ketsam-a? Yo'q. Shu chog'ida beva qolib ketish niyatim yo'q. Voy, bir narsa qilishim kerak. Voy, nima qilsam ekan? Voy. Hozir. Voy. Ha, meni bir qizim bor. Alo? Hay qizim, yaxshimisan? Voy, aylanib ketaysan, menga qara. Haligi rosa meni o'zgartirib keladi-yu. Haligi sochlarimni ham bir qilmoqchi eding. Menga qara qizim, hoziroq yetib kel. Bunaqa hamma o'qishni tashlab qizim, hoziroq yetib kel. Voy, hayotim hal bo'lyapti-ya meni. Taqdirim hal bo'lyapti-ya. Voy, mengina o'lib qo'ya qolay. Voy, shu gaplar ham peshonamda bormidi-ya? Voy, shu kunlar ham peshonamda bormidi-ya? Bunaqa bo'lishi mumkinmi?
Я вообще делаю, что хочу. Хочу план, ты знай, дурачок. Bugun boshlashamisiz? Voy, bilasanmi? Men buni qanchalik kutdim-a? Bugun shunaqa go'zallashibsan lekin. Begim, begimda haq. Mana shunday go'zal, latofatli bo'lib yuraman. Begim. Ikkinchi marta begim dedi. Ey, xotinjon, yo'q, xonim. Men ham endi bugun sizga yaxshi so'zlar aytaman. Bugun emas, bugunda jonginam, gulim. Sultonim. All that I have is all that you've given me. Mayli, yur. Matmazel, xonim, bugun sizga eringiz xuddi chet elliklar kabi jentelmendek xushomad qiladi. Chiroyli musiqa sadolari ostida bugun kechki tushlikni o'tkazamiz xotinjon. Qani marhamat. Qani o'tiring. Shoshma. Ha, chet elliklar kabi dedim-ku. Voy, Aytadi-ku chet elda. Nima derdi? voy deng. Ha, shoshmay tur. Voy deng. Ha, bo'l. Sit down, please. Voy. Bilasanmi? Lekin mana shu joyiga nimadir yetishmayapti-da. Nima ekan?
Siz aybdorsiz. Eshityapsizmi? qara. Siz aybdorsiz. Siz noshukursiz. Eshityapsizmi? Siz noshukursiz. Avvaliga yoshirib olib, orqasiga qaytishni xohlamadingiz. Men ahmoq. Qarigan chog'imda ham sizni yo'qotishdan qo'rqdim. Sizni noxorasga o'ynadim. Meni yo'q deb hisoblang. To'xta. Meni o'g'li deb Voy, hisoblang. menga qara. Sizdan nafratlanaman. Sizdan nafratlanaman. Eshitgansizmi? To'xtagin. Shoshma. Men o'lganman. Kutma, shoshmagin. Shoshma. Men nodon. Nafsning quli bo'ldim. Nimalar qilib qo'yding, Jabbor? Nimalar qilib qo'yding? Ollaringni oldida nima degan odam bo'lding? Nimalar qilib qo'yding, Jabbor? Nimalar qilib Xayriyat. Xayriyat tushib ekan. Qutbi? O, Qutbi! Sen o'zingmisan? Katta xonangizmi? Ha, bor bitta choy olib kel. Voy, voy, voy. Buncha rangingiz oqarib ketdi. Nimadan qo'rqitasiz, dadasi? Voy, tavba qildim. Tavba. Bema, qanday uxlamang deb. Yerto'lagacha omad tushmabsiz-ku. Men tozalaymanmi yana? Yerto'laga tozalang deb chiqardim sizni. Yerto'la? Ha? Tozalamabsiz. Hamma ishni qoldirib shunaqa qilib maylimi? Ha, dadasi. Hamundoq gapiring, nima bo'ldi o'zi? Dard bo'ldi, ko'p bo'ldi. Bilasanmi, bu yoqqa kel. Hey, menga qara. Har bitta davrning bor-ku, o'zining qo'shig'i bo'lar ekan, o'zining tinglovchisi bo'lar ekan. Tengi bilan, tezak qopi bilan deydi dono xalqimiz. Ota bobolarimiz aytgan. Qanaqa tushlar ko'rsa, aynasi bo'lib ketdi. Menga aytishni tushingizda. Sen baribir chakkimassan sen. Voy, aytdim, to'shsiz, boshqacha tush ko'ryapsiz. Ayjon! Va alaykum assalom. Telefonim qolib ketgan ekan. Voy, o'lmasam. Ha, ovora bo'psan, o. Aytmang, oyijon. Voy, tavba qildim. Ha, kel, bir piyola choy ichib bo'lmasa. Ay, tavba. Kela qol. Voy, hozir bir qillat oshim ham pishib qoladi. Yaxshi, Jabor aka uydami deysiz? Janonim, qalaysan? Yaxshimi? Chiroylisan-a? Yaxshimisiz, Janon opa? Modniy kelin. Qutbi. Kim o'rtoq? Bugun bozorga bordim. Voy, biram chiroyli ko'ylaklar. Ana atlas ko'ylakni qara. O'zimizni atlas liboslardan qo'ymasin-da. Milliy libos. Bizning milliyligimiz, milliy ruhimizni qutbiga rosa yarashadi. Qutbi sodda, ko'ylaklar kelsa hil-hillab turadi deb atlas ko'ylak olib chiqdim. Voy, mengami? Voy. Sanga do'stim, sanga. Qani, voy, voy, yarashdi-ya. Dadasi, yarashdimi? O'zingnikida. Gap
tirikni mangu derdilar. Hayotda hech narsa o'rtaga tushmas derdilar. O'tdi bahor yoz qishlar, kambag'al bo'ldi boylar. Taqdir o'yin qilganda g'iybat qilishdi do'stlar. O'tdi bahor yoz qishlar, yasharib qoldi chollar. Taqdir o'yin qilganda g'iybat qilishdi do'stlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Aziz tumandoshlar, onajonlar, otajonlar, barchalarni Maftun teatrini navbatdagi spektaklda xush ko'rdik. Ma'qul bo'lgan bo'lsa chiroyli qarsanglar. Rahmat. Biz bugun bejizga ayol dardini olib chiqmadik, chunki bahor kirib keldi. Tashqarida qor, lekin bizda bahor. Bahorlar o'tiribdi. Bayraminglar avvalambor barchalarga muborak bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz va ozgina ketib qolmaysiz. Sizlarga chiroyli qo'shiqlarimiz bor. Birgalikda konsert dasturini davom ettiramiz. Rahmat sizlarga. Juda ham zo'r spektakl. Mazza qildik, to'g'rimi? Tomoshabinlar hurmatli. Qarang, qancha tarbiyaviy narsalarni ko'rsatdinglar, namoyish etdinglar. Bularcha tag'in yangi bir janr ochdinglar, Maftuna. Musiqali komediya janri bu. Bilasizlarmi? Juda ham yangi janr bu. Hamma shu yerda o'tirgan 100% kayfiyatlar o'zgartirgan. Hamma yaxshi kayfiyatda o'tiribdimi? Voy rahmat sizlarga. Bir yaxshi olqishlar bo'lsin bularga. Asqar aka, sizga alohida rahmat. Shunda tushingiz rosa zo'r bo'pti. Tushingiz. Zo'r tushda bo'pti. Yosharib ketibsiz. Voy rahmat. Juda ham anaqa aktyorlik mahoratingiz zo'r. Gap yo'q. Maftuna rahmat. Rahmat. Maftullayev nashi. Sizga ham rahmat. Yosh aktyorimiz ekansiz. Juda ham mahoratli o'ynadingiz. Kattakon tashakkurlar bo'lsin. Nima dedi? Juda ham zo'r jentelmen bo'ldingiz. Hammaga ko'rsatdingiz. Qanday jentelmen bo'lish kerak ekan. Aygul alohida rahmat bo'lsin. Endi bu Aygulimiz 100% nima aktrisamiz. O'zi yaqinda xalq unvonini olishadi bular, xudo xolasa. Agar hamma qarsaklar chalsa. Modnitsa kelin rahmat, modnitsa kelin juda ham zo'r o'ynadingiz, rahmat. Действительно, hammada aktyorlik mahorati zo'r, Maftuna. Gap yo'q bo'lishi mumkin. Rahmat sizlarga, tashakkurlar bo'lsin kelganlaringiz uchun. Sizga Oygul sizlarga ham rahmat. Endi bitta raqsga tushinglar. Davay, chiroyli. Zuhra opa, sizga ham rahmat. Bizni nuroniy onamiz. Yoshlari ulug', lekin Zuhra opa biz uchun 18 yoshdek. Sizni yaxshi ko'ramiz. Biz bilan ketgan, lekin qalban biz bilan har doim har tadbirimizda birga. Bitta Zuhra opaga chiroyli qarsanglar bo'lsin. Bizni qo'llab-quvvatlab turadi. Zuhra opa, dadam, onam o'rtog'ingiz, siz bilan teng. Bugun dadam sahnada birinchi marta izlar. Voy qancha, voy xalqlar do'stligida konsert berganman, kelmagan. Bugun lekin dadam shu yerdalar. Dada sizni yaxshi ko'raman. Xush kelibsiz. Ota duosi ertalab chiroyli duo qiluvdilar, bugun mana kelibdilar, lekin orqaga o'tiribdilar. Kamtarin sodda dadam bor. Bitta o'rningizdan turing, xalq sizni ko'rmoqchi. Qo'l ko'tardingiz. Juda men boshqacha, dadam boshqacha. Lekin hamma san'atimiz shu dadam o'rgatgan. Hech yerda o'qimagan. Meni chol otam musiqali dram teatr aktyori bo'lgan. Bizning maktabda dars bergan. Dadam chol otamdan, bizda cholta deydi, gulliklar choltamdan o'rgangan. Men o'sha choltamni orqasidan ketyapman, musiqali drama teatr aktrisasi. Dada sizni yaxshi ko'raman. Farzandlarni baxtidir dada. Nabiralar baxtidir dada. Dunyoda ko'p yaxshi dadalar. Dadajon, siz men uchun
eng yaxshi dada. Sizni rosa ham yaxshi ko'raman. Ana endi chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Yana bir narsa bor, yangilik. Mana Oygulni onalarim o'tiribdi. Bunisapa turing, Bunisapa. Olqishlar bo'lsin Bunisapaga. Rahmat sizga uchun, rahmat. Rahmat. Hammamiz qardoshlarimiz kelgan. Lobarri ustozlari kelgan, Vazira ustozimiz har doim qo'llab-qo'ltiqlab turadilar. Barchaga rahmat. Jamoaga rahmat. Qo'ychirchiq tumani hokimi o'rinbosari Vaqtxon aka, Musaxonovich sizga katta rahmat. Bekzod Ahmedovga rahmat. Sherzod aka Jalolovga rahmat. Barchalarga rahmat. Marhamat qilamiz. Endi ayolligimizni unutmaymiz. Maza qilib konsert tomosha qilamiz, raqsga tushamiz. Nuroniylar jamg'armasi, onajonlarim shu o'tiribdilar, hojonalarim. Sizlar bilan duo bilan el ko'karadi, biz ham ko'karamiz, Xudo xohlasa. Xorazmchadan bo'lsin, siz ham bopladingiz zamonaviy qo'shiq qo'yib. Qaycha manni ambari, qaysi makon sarvari. Zuhra opa, o'zingiz boshlaysiz endi raqsni. Chiroyli kiyimdan kiyib o'zgarib chiqsin-da endi qizimiz ham. Tayyormizmi? Xo'p bo'ladi. Onajonlarim, ana endi ko'pchiliklar shu yerda ekan. Ustozimiz Maftun opa otalar haqida she'r aytdilar. Biz ham ozgina onalar haqida. Juda bitta chiroyli qarsaklar bo'lsin, ozgina fon berib turasiz aka. Boyagi fon. Vijdonini sotganlar yig'lamaganda, diydasi qotganlar yig'lamaganda, birovni yig'latib, rohatlar qilib, gunohga botganlar yig'lamaganda. O'zingiz aytganday, turib mardona, siz nega yig'laysiz? Yig'lamang ona. Yig'lamang mo'nisim, sadqai ko'z yosh. Bandasiga yolg'on, yaratganga fosh. Sochingizni bir tolasiga dunyo arzimaydi, dunyo bag'ritosh. Tig'langan bag'rimni tig'lamang ona. Siz nega yig'laysiz? Yig'lamang ona. Onajonlarimiz sog' omon bo'lishsin. Rahmat.
Alvon alvon gullaring olib atrofingga nazarlar solib mahallaga kelar eding musiqani qo'y yozar edik esingdami u devor hali hamon yodimda qolgin deding yonimda seni jondan sevgandim eng gullagan onimda ko'k jiguli ko'k jiguli eslatardi sevgimizni eng jiguli qo'shni guli qizg'onardi seni mendan o'sha guli ko'k jiguli ko'k jiguli eslatardi sevgimizni eng jiguli qo'shni guli qizg'onardi seni mendan u guli Nola kunam namisha, xandon xudam hamisha, dardigi dil azore, davon bapisha. Nola kunam namisha, xandon xudam hamisha, chaki borona bin, shtir namisha. Ey yar biyo, dildor biyo, dilam rabudi, ku yar biyo. Ey yar biyo, dildor biyo, dilam rabudi, ku yar biyo. Choshki donam, davoyi chashmam, tu shudi dardu, davoyi chashmam, yoki binam, rahoyi ashkam, tu khudi sardu, yarmoyu ey jon, ey yar biyo, dildor biyo, dilam rabudi, ku yar biyo, ey yar biyo, Nola kunam namisha, xandon xudam hamisha, dardigi dil azore, davon bapisha. Nola kunam namisha, xandon xudam hamisha, chaki borona bin, shtir namisha. Ey yar biyo, dildor biyo, dilam rabudi, ku yar biyo. Ey yar biyo, dildor biyo, dilam rabudi, ku yar biyo. Rahmat, sog' bo'linglar. Birinchi darajali muxlisamiz. Har doim teatrimizda shaylar, rahmat opa. Qor yog'sa ham ob-havodan qo'rqmasdan tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimizga ta'zimdamiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Xush kelibsizlar. Xush ko'rdik sizlarni. Rahmat. Balandroq qo'ying. Bemalol. Rasmga tushishlar mumkin.
O'zimizda o'tgan o'zimiz bilamiz, lekin hammasi yaxshi bo'ldi. Mehmonlarimizga yoqdi, tomoshabinlarimizga yoqdi, muxlislarimizga yoqdi. Maftun teatri hali ko'p spektakllar bilan ko'nglingizni oladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nimadir deysizmi? Apa? Yurayir. Janona? Ha qo'ymaysan-da. Qo'ymayman. Shundoq. Jabbor aka qani? Yana Jabbor akani so'raydi-ya. Jabbor aka-yu! Ha qo'yindi Jabbor aka choyxonaga ketgan. Ground Media. Siz yaratgan tarix. Biz bilan.